Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Menimcha hamma narsa bir xillik bo'lib qoldi. Baribir bunaqasini ham xohlaydiganlar bor. Yana bitta sinfga kelganmiz. Bugungi manzilimiz Samarqand, Bulung'urda bo'lsa to'g'risi, Bulung'ur Leninda adashmasam. Olib kelganmiz. Yangi yana bitta sinfga kelganmiz. Xonani ko'ring. Xonaga kirib kelish bo'ladi. Hovli tarafdagi deraza, spalnining boshini bu tarafga qaratdik. Bu tarafda tremosi, ana bizga shkafi. Shkafi razmeri 240 standart bo'ladi. Ikkita taraf kiyim ilishga, o'rtasi kiyim talashga. Bundan oldingisini agar montajda ulgursak, rasmini chiqarib qo'yamiz. Yana boshqa rangi borligini. Buni qarang. Siz qanaqa xohlasangiz ranglardan bor, ranglardan bexijola tanlov bor. Rangi o'zgarganiga bizda puli o'zgarmaydi. Terilishini ko'ring, eshik ochilib yopilishini ko'ring. Chiziqlari hammasi nasib bo'lsa mana rovna qilib berishga harakat qilganmiz. Endi uyda ham yerini qiyshig'ini ham hisobga olinadi baribir. Qo'limizdan kelgancha mana rovna qilib berishga harakat qildik. Uylaringda usta kelganda mana shu eshiklarda legirovkalarini mana bu ochilib yopilishlarini bir mana so'rab o'tinglar. Ukajonim, chiroyli qilib berasanmi? Mebelni arzoniga o'chib qolmanglar. O'sha gap, o'sha bizning trenddagi gap. 1 so'mga mebel olasizmi? 10 so'mga mebel olasizmi? Klienti, ya'ni ustingiz yaxshi termasa, foydasi yo'q, mebelingiz 1 tiyin bo'ladi. Plastikda tortma. Oynalar zijarlangan, o'rtasi kiyim taxlashga, sizga chidabda sevchasi bilan nasib bo'lsa. Shkafni razmerini yana aytib o'taman. Uzunasi 240, balandligi 210, 215 gacha bo'ladi, plus minus. Ichlari rovna 50 sm bo'ladi. Mana bu eshikdan tashqari. Mana bu yerdan, mana shu chiziqdan bu chiziqqacha oxirigacha 50, mana buni o'zi 1.6 sm bo'ladi. Tushundingizmi? Aytganimizdek tanlov bor. Ikkita tombichka, tombichkasini ichi to'la musor mana. Har doimgidek ichida akamiz sherigimizdan ichiga musor tiqadi. Ana sizga stulchasi, mana bu spalnisi. Spalnisi 210 ga 170 bo'ladi standart. Matras original $100lik ortoped matras. Matras kerak deganlarga biz matras ham bo'ladi, muammosi yo'q. Spalnisini 210 ga 170 degan aytdik. Bu aytganimizdek, mana bu boshlardan, mebelning rangidan, mana bu bosh tomon ranglardan siz xohlaganingizga qilib beramiz. Ana tremos. Tremo 120 uzunasiga. Balandligi 180. Tortmacha ikkita. Tortmachalarimiz ham anchagina yaxshi holatda. Mana bularni bilasizlar mana. Buni sizlarga o'rgatish shart bo'lmay qoldi. Tortma uzunligini hisobiga ruchka ikkita qo'yiladi. Bitta ruchkaga aldanib qolmanglar. Xo'p, mana sizga ichlari. Tepasida qoshi ham bor har doimgidek. Oshimoshlari ham buniki vakuum bo'ladi, buniki vakuum emas. Agar buni ham o'zi tortib beradigandan qilib ber ukajonim deydigan bo'lsangiz, har birining donasiga 35 ming so'mdan pul hisoblanadi. Kimga xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilasizlar. Jizzax Kasarga Samarqandgacha dastavka ustunovkasini mutlaqo bepul qilib beramiz. Mebelning narxi mana bu matras bilan bo'ladigan bo'lsa, qaranglar, 5.200.000 so'm machalkali emas ukajonim, matrasli kerak ekan bo'lsangiz, matrasli 2 xil bor. 680 mingga pol ortoped bor. Ortopediyskimiz bor, 210 ga 170, uning narxi $100 turadi. Hisob kitoblarni olinglar, matras отдельно bo'ladi. Xohlasangiz paroloniy machalka deganimiz mana bunaqa bo'ladi. Xuddi mana. Ko'rdingizmi? Mana shunaqa bo'ladi. Endi ustidagi material har xil o'zgarishi mumkin. Bu zam anaqa moyishi material. Buni ustiga pastiga oddiy material qilinadi. Baribir ustiga ko'rpa solinadi deb. Mana. Xohlasangiz mana bunaqa bo'lsa 5.200.000, agar matrasli bo'layotgan bo'lsa ustiga 2 xil bo'ladi. 680 mingligi bor, 1.200 mingligi bor. Sizga qaysi ma'qul bo'lsa, zakaz qila olasizlar. 91 941 45 44. Salomat bo'linglar.